Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 10-iyul 2026-yil. Bugun mana bog'imda ancha rang olib qo'ygan yangi nav bilan tanishtirmoqchiman do'stlar. Bu nav Ukraina seleksiyasi. Avtori Kalugin. Bu o'zini nimasiga qo'ygan, nomiga qo'ygan Avtograf Kalugin nomi o'zimda. Yana ikkinchi nomi Grif. Do'stlar, mana shu o'sha Avtograf Kalugin. Mana qarang, donni qarang, yirikligini. O'tda yirik don. Juda zo'r. Endi bu o'rta pishar menimcha. Juda erta pishar emas, o'rta erta pishar deyiladi, shunday menimcha. Mana ancha rang olib qoldi. Rizomatlar bilan bir xil pishsa kerak menimcha. Hozir bu mana ancha rang olib qoldi do'stlar. Donni qarang, yirikligini. Doni o'ta yirik. Katta bog'larda yetishtirsa bo'ladi buni. Bozor bopligi ham menimcha bozorda juda yaxshi o'rin egallasa kerak menimcha. Chunki juda doni yirik, ham o'ta qattiq karsillaydigan, go'shtlik karsillaydigan uzum. Mana qarang. Donda mana qo'lim bo'ladigan bo'lsa mana qarang. Hozir bir 4 sm bor menimcha. Ekranda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'ta yirik don. Mana do'stlar, Avtograf Kalugin. Ham rangi ham chiroyli. Rangi ham chiroyli. Doni juda zo'r. O'ta yirik. Bozorga olib borishda ham masalan doni to'kilib qolmaydi yashiklarga. Mana o'zini ushlashi juda yaxshi, qattiq uzun. Do'stlar, mana uzilib ketmaydi uncha-munchaga. Buni ko'proq joylarga bemalol yetishtirsa, ekishsa bo'ladi. Kattaroq joylarga. Bu o'zimga ham juda qiziqarli bo'ldi. Inshaalloh buni o'zim ham ko'paytiraman bu sortda. Menga ham juda yoqdi. Avtograf Kalugin. Mana yonida bular ararat kishmish. Mana buni donni qarang. Hali bu ham sal kattaradi, bu hali pishmaydi bu. Bunga bor hali jinday. Ararat, ara 15 bular. Lekin bu juda ham menga qiziqarli bo'ldi o'zimga. Avtograf Kalugin. Hali pishganda buni yana to'liq obzor qilamiz, shakar miqdorlarini o'lchaymiz buni. Kalibrlarini ham o'lchaymiz qanchaligini. Hozircha mana shu holatda. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa buni kuzda ko'chatib bo'lmaydi, lekin qalamchalardan bo'ladi inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.